Mayli, xitmirli qilmaymanu, boricha gaplashamiz. Assalomu alaykum. Kechagi uchrashuvdan so'ng faqatgina bir gap, o'yinni qaytarib ko'ring. 1,5 soat vaqtingiz bekorga ketmaydi, sababi bunday o'yinlar jahon futboli etaloni durdonasi hisoblanadi. Maydonga qaytadigan bo'lsak, ushbu mavsum davomida kataloniyalik klub 0-2 yoki 1-3 hisobida mag'lub bo'layotib, 7 ta o'yinda g'olib bo'lgan. Gavi esa mana kuni kecha o'zining jonajon klubi uchun 150-uchrashuvini o'tkazdi. Qiziqarli fakt, Chirpashka Ninja o'zining hat-trickiga qaramasdan butun boshli klassikolar tarixida o'zining birinchi mavsumida 4 ta uchrashuvda g'alabani qo'ldan boy bergan yagona futbolchi hisoblanadi. Yana bir narsa, Barselona bu mavsumda Real darvozasiga 16 ta gol urdi. 16 ta ya. Aytgancha ushbu holat rekord hisoblanib, avvalgi eng yuqori ko'rsatkich aynan kataloniyalik ikki klubga 13 ta gol bilan Espanyol va Barselonaga tegishli. Ispaniya qirollik gidrometsentre xabariga ko'ra, Madridda yoz bo'lishiga qaramasdan havo harorati -7 daraja bo'lar ekan. Shunday qilib, La Liga tugashiga 3 tur qoldi. Agarda Barselona o'zining keyingi uchrashuvida Kataloniya derbisida Espanyol ustidan g'alaba qozonib, Real Mallorcaga g'alabani qo'ldan boy bersa, tamom. Barselona chempion.